Xaymaza, Dörman Urfiyda turaman. Şu yaşlar defterine kiritilganimga şu yer ajratıldı. Buna bodaydan keyingi ajratılgan yerde alıp sebze ektik. Ne sebzeler pişindip kaldı, bir aylarga yetiladi. Bunun özü bop turga yok, suvi var, küçü var, bunun beri o'tovlari var. Endi Xudo xolasa nasib qilsa bir ayga yetse bozorga olib chiqib toza sebzelerden teminlaymiz. Bu yerga ekin egib faqat o'zimizga daromad olamiz. Men Xolmurodov Muhiddin, Amudaryo tumani, Dörman Oğlu fuqaro rayonida yashayman. Yaqinda chet eldan kelganman men o'zim. Chet eldan kelgandan keyin oğlumuzda shu yoshlar yetakchisini uchrashib, bepul yer berilayotgan ekan. Shundan 25 sotka yer oldik. Hozirda sabzi, mosh, kapusta, bunday narsalar yig'ib qo'yibmiz. Xudo xolasa dehqonchiligimiz yaxshi, zo'r. Yaqinda yana bir oylarga shu ishadi polniy bozorga chiqaramiz, Xudo xolasa. Bunun arkasından Xudo xolasa 20-25 milyon daromad ko'rishni niyat olib biz bularlar. Yoshlar yetakchisine, boshchilarga hammasine rahmat deymiz.